Assalomu alaykum hammaga. Biz yangi zajim klassik modelimizni ozgina o'zgartirish kiritdik. Eskisida butida choki bo'lardi. Shu chokini olib tashlab, ichkariga qaytarib tikilgan. Kartalarimiz to'liq oxirigacha kirib turadi. Har bitta karta solinadigan joyiga 3 tadan karta sig'adi. Biz tashqi qismi 2 ta soldik, ichki qismida mana 3 ta. Provodib karta, texpasport, dokumentlar uchun bu yerda ishlatilmaydigan viza kartalar bor. Mexanizmi juda ham oddiy, pullarni sanab qo'yib olishgan, juda ham ixcham. Mexanizmiga har bitta mana shu mexanizm uchun biz 1 yil garantiya beramiz. Mabodo buzilib qolsa 1 yil ichida almashtirib beramiz mexanizmini. Undan tashqari asosiysi toza koja. Har pul olib solganda buni ochib yopish shart emas. O'zi mexanizm ko'rasizlar, bunda qayilgan tepaga yondan pul olib qo'yish ham juda ham oson. Toza koja. Buni har xil ranglarini chiqarib qo'ydik. Ko'ka, jigari, yashil, bardoy, qizil bular hammasi to'liq ruchnoy, yetmaganda mumli vosklipdan foydalanganmiz. Zakazga direkt yozaverasizlar. Bittadan ko'p olgan odamga обязательно skidka qilib beramiz.